Assalomu alaykum Soul House kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan Kalinskiy massividagi joylashgan 2 xonali 70% ga bitgan va foydalanishga chiqqanini obzor qilamiz. Bu kvartira 60 kvadrat metr maydoniga ega. Bundan tashqari 65 kvadrat metrlik podvali ham mavjud. Bu sizga qo'shimcha qulaylik va kenglik yaratish imkoniyatini beradi. Uy mustahkam va ishonchli qurilgan, barcha kommunikatsiyalar ulanib bo'lingan. Ichki makon qulay va tartibli, devorlari tekis, mebel joylashtirish uchun juda mos. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Ma'lumotlarni bilish va kvartirani joyida ko'rish uchun darhol bog'laning.